Rodion Yangirov kitobchi. Sborniga chaqiruvdi и bu sbordan men medosmotrdan o'ta olmadim. Futbol tugatishingga nima sabab? Ne professional emassan? Operatsiya qilasan yoki boshqa narsa qilasan. Kitob qayerdan chiqqan? Misol uchun yaxshiroq variant menda borda, ular aytayapti, sen jinnisan deb. Ikkitasini obvodga qilib sal potensial ko'rsatsang bo'ldi, trenerdan so'kish eshitasan, pas bermading, zamin. Pul tomonlama zo'r предложениyalar borda, $1,500, $2,000. Men qaramman, игровой qilib berdi. Voy, o'ylayapman, hozir o'ynayman takoy. И mumkin emas, birinchi 5 minut ichida 5 ta gol urardi-da. Как minimum yoki bitta gol uraman yoki 2 ta gol urardim. Shunaqa 5-6 yil o'ynasa bu chempionat biz bemalol yutamiz. Men trenirovka qilaman, men yutaman, o'yinga chiqaman, bo'ldi. Ular как professional. Media futbolda, по-моему, Zayn bilan faqat bizni bolalar o'ynaydi. Professionalizmga по-любому biz kelamiz. Aytayapman-ku, trenirovka qilsam, bu yerda fokus bersam, monster yasasa bo'ladi deyman. Hammaga salom. Mana 6 oy deganda biz yana qaytdik Java bilan. Podkastimiz bugungi mehmonimiz hammalar so'ragan, kutgan Rodion Yangirov kitobchi. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Kitobchi sizlar bilan bugun takoy dushanba gaplashamiz. Rustam aka, Java ko'ramiz undan nima chiqadi. Radik boshidan o'zi futbolga qanaqa kirib kelgansan? Boshida o'zi futbolga yoshligimda oyim olib borgan. Bizda TTZda Lokomotiv o'rnida traktor stadion bo'lardi. Eski takoy stadion bo'lardi. Yoshligimda oyim olib borgan. Birinchi trenirovka qilganman, yoqqan menga. O'shandan keyin уже sekin-sekin trenirovka qilib boshladim trenirovka qilishni traktorda. Pozitsiyang qanaqa bo'lgan, Murod? Правый защитник boshlaganman. Keyin уже tepaga ketayotganimizda правый защитникdan keyin varotga turdim. Keyin varotadan yana 10 защитаga tushdim. 10 защита, pol защита bo'ldi. Oxirida уже нападениyaga chiqdim. Napadeniyada o'ynadim. Xullas shunaqa. Nega centralniy нападающий o'zi qo'yishgan? Казалось бы, защитni o'ynab yuruvdi. Чисто из-за того, что скорость borligiga. Skorost borligi. Da, o'shanga tip. O'sha paytda mana bo'y antropometriyalar takoy balandmidi? Unday emasmi? Yugurishga bordim men ham. O'zi lok atletikaga ham borganman-da, где-то 4 yoki 5 oyda. O'shanda endi ba'zi narsalarni ko'rdim, nima qilsa bo'ladi. В подростковом возрасте bu narsadan ishlaganman. То есть, misol uchun, lok atletika 8-9 yoshda borganman, lekin bu narsani 14-15 yoshda o'zim qilganman. Nad собой работать, o'shanga lok atletika juda foyda berdi skоростьga именно. Chunki endi baribir в основном скорость hal qiladi-yu futbolda. Основа нападающего u qochish, to'g'ri qochish. O'shanga mana shunaqa bo'lgan. Futbol tugatishingga nima sabab? Ne professional emassan? O'zi sborniga chaqiruvdi и bu sbordan men medosmotrdan o'ta olmadim. Чисто плоскостопие borligiga. O'shanga keyin уже maqsad ul bo'ldi-da, chunki eng самый главный maqsad sborniyda o'ynashda. Agar siz sborniyda olmasa, уже Tokioda o'ynashga. Misol uchun professional o'ynasa bo'ladi, lekin baribir orzu sborniyda o'ynashi. O'sha narsa o'xshamadi. Aytishdi to, что sanda плоскостопие o'zi yugurish mumkin emas senga. Ikkita varianting bor, yoki operatsiya qilasan yoki boshqa narsa qilasan deyapti. Operatsiya qilsam просто pyatkani olib tashab, o'sha yerga qanaqadir protez qo'yib, u invalid bo'ladi-da o'sha odam. Hech qanaqa o'ynay olmaydi, chunki doktorlar aytgan 1 yil yura olmaysan umuman. То есть, agar 1 yil ketsa, yana где-то 1,5 yil o'zini forma olishiga ketadi vaqt. O'shaning uchun men riskovat qilmadim o'zimni и sekin уже так professionalniy futbol tugatib yorib, ishga ketganman. Futbol o'ynasang bo'larmidi keyinchalik? Yo'q, bo'ladi. Endi o'ylang, sizda oyog'ingizda jileska turibdi. Jileskada qanaqa yugurasiz? Bu нереальный narsa. A tak potensialni sborniga tortadigan bo'lgan. Da, именно mana shu 17-16 yoshimda tipa prime versiya bo'lganman. Chunki juda tez yugurganman. Men любой pas tepardi, men olib qochardim. Farqi yo'q qanaqa защитник bo'lishiga. O'sha payt, pik forma edi, chunki har
o'yinda 3 ta yoki 2 ta maksimum urardim. Chista mana shu qochishdan. Klubniga keladigan bo'lsa, klubnida endi baribir ular ham shunaqa narsa qaraydi, lekin bu paytimda hali professional kontrakt yo'q edi menda. Hali misol uchun hech qanaqa katta klub chaqirmagan. Men просто средний klubda yurib, mana shunaqa narsa bo'lganda. Endi baribir yoshsiz hali, hech qanaqa kontrakt bo'lmaydi sizda hali. Endi sborniga chaqirib, bu birinchi yo'l, agar o'xshadi, o'shandan keyin уже tramplin bo'lib ketib, o'zingizni ko'rsatib bersangiz, o'ynaverasiz. Yana bitta fakt bor. Qush bilan o'ynaгаning. Отношение qanaqa bo'lgan o'sha payt? Chunki men o'zi bilan gaplashganimda, undan gaplashmasdi edi. Radik aytgan to, что Radik, возможно, endi men bilmasdim degan, lekin bunaqa bolamas edi degan. Ну, типа спокойный. Hozir tinmaysan-da mana misol uchun challengelarda hamma gap o'zing. На самом деле, yoshligimda вообще спокойный bo'lganman, bo'lmagan, типа nimadir boroться qilib, misol uchun Xush bilan o'ynardim. Xush napadashi bo'lmasdi, pod napadashi bo'lardi. Misol uchun juda ko'p menga golevoi bergan. Shunaqa narsa bo'lardi, agar men penalti ishlasam, har doim Xushga berardim. Chunki u endi bombardier sifatida ketardi. Har ishlagan penaltimni Xushga berardim. Benzemada. Da, Benzema. Xush urardi-da. Xush uradi. Tandem zo'r edi. Xush bilan men napadeniyada u bu yoshda ham zo'r bo'lgan. Ozg'in, такой paslarni berib, o'zini aldab bir ikkitasini dальний uдар zo'r bo'lgan. Doni ham bo'lgan bizning komandamizda. Doni lekin hozir eslasam, hozirgi Doni bilan Doni вообще farqi boshqa. O'ynamagan ekanda unda. Da, u o'sha yerda o'ynamaganda, chunki endi bilmayman, o'zini har doim лучший deb hisoblanardi-da o'zini. Tipa, men лучшийman. Shortini tortib olib Ronaldoga o'xshab yurardi-da. Со стороны kulguli bo'lardi-da. O'yin paytimizda tipa zaminadan tushganida Donida nima yoqadi, unda bor. Har doim o'zini dokazать qilib beradigan narsa bor. Mana poliga chiqadi, o'zini до конца mehnat qilib qiladi. Shuning uchun Donida potensial bor. Yo'q emas, chunki unda желание bor o'ynashga. В целом agar shunaqa oladigan bo'lsa, komanda zo'r edi bizda. Qaysiman поворотный bo'lgan, что вот sen спокойный edi, и в моменте вот так вот. То, что gap, такой приколы, gaplar. По-моему, bu narsa anundan keyin, когда уже, обратно qaytdim любительскийga. После того, как ishlagan paytimda ishlovdim. Серьезlashib ketgansan keyin. Да, слишком серьезный yuruvdim, типа, такой hazil bo'lmasdi. Keyin уже mana shu futboldan keyin уже qanaqadir не появилось, восстановилось desa ham bo'ladi-da. Mana shu prikollar. O'zi maktabda mana shu любой kompaniyada har doim kulguli degan odam men edim-da. Chunki maktabda nechta menga zapovedeniyaga qo'yardi, chunki men odamlarni kulgulardim. Menga ikkida shunaqa bo'lardi-da. Zapovedeniya munoqlar qiladi. Zapovedeniya ikkida. Men такой uzrda adamman. Professional tugatding, to'g'rimi? Keyin nima ish qilding, nima ishlading? Tak, juda ko'p ishda ishladim. Birinchi o'zi по профессии men гостиничный biznesda menejerman. O'qiganman kollejda 3 yil. Bu sohani yaxshi изучать qildim, qanaqa nima qilsa bo'ladi. Даже menda o'zimda o'sha payt plan bor edi, o'zim gostinitsa ochib, o'shani qilib, chunki bitta yo'nalishni bilsangiz, o'shani yonasiz demoqchiman-da. Birinchi ishim bu gostinitsada Hayat degan gostinitsa bor, o'sha yerda ishladim. Tak, oteldan keyin уже Safiyaga kirdim. Endi kim bilsa bilmaydi, Safiya bizda konditerskiy bor. Unwanted Boys komanda haqida eshitganmiding o'zi? Media futbol haqida bir xabaring bo'lgan? Yo'q, to'g'risi o'sha paytda umuman yo'q edi futbol fokusga. Chunki endi o'zimda og'aynim bor edi, futbolnilar, misol uchun og'aynim bor. Oldin o'ynagan,
Jurayev Roman, u Paxtakorda dublda o'ynardi. O'yinga chaqirardi. Men borardim-da, endi ko'rardim-da. Dublda o'ynardi, qanaqa nima. Lekin qanaqadir futbol bo'lardi mahallada, men bormasdim-da. Chaqirardi, "Davay, ke, tudasida yuguramiz", men aytardim. "Yo'q, menda vaqt yo'q." Chunki men polni, ishda yashirdim-da. 1-2 kun bo'lardi, 5 kun bormasdim uyga. Chista mana shu Safiyada skladda uxlab, qilardim. Chunki vaqt yo'q. Borasiz, uxlaysiz, turasiz, ketasiz. Shunaqa. Men undan ko'ra o'sha yerda qolganim, ko'proq uxlayman deb qilganman. O'sha xullas Safiyadan keyin уже natijnoy patologga ketganman. Natijnoy patolog juda og'ir ish. O'zi oson ish yo'q edi. Men ishlagan unda. Natijnoy patologda где-то 6 oy ishladim. O'sha yerda ham, yaxshi kompaniya edi. Og'aynim chaqirdi. Undan keyin уже anunga ketdim. Transformatorniy zavodga. O'sha yerda ham og'aynim chaqirdi. Endi qiziq edi-da o'sha payt. Endi yoshsiz, hamma sohalarni ko'rib, nima qanaqa. O'sha yerda to'g'risi aytsam, har bitta ishga kelganimda men har doim o'zimni polniy fokusirovka beraman. Tushuntirib bergan paytimda har doim ko'raman, nima qanaqa. Bu juda katta plus sizga, chunki siz yangi sohaga kelsangiz, hamma narsa bilasiz. Men уже kelayotgan paytimda men har doim stal kesardim. Birinchi bo'lib kelib. Endi sekin-sekin o'rganib, уже hamma narsani bilganman. Qanaqa nima yig'ardi. Bemalol bitta transformatorniy bak yasolayman. U necha yil futbolchi bo'lgansan o'shanda ishlab yurganingda? Tak, 2,5 yil. 2,5 yil futbol o'ynamading? Yo'q, o'ynamadim umuman. Formadan chiqib ketib, вообще esla olsam bo'ladi. Endi semiz bo'lmasdim, просто forma yo'q edi. Endi keyin bir payt mana shu eski unda komandada mana shu Doni, tam kim yana 1-2 bolalar eski komandadan Lyubitskiy chaqirganda, "Xo'p" dedim, "Davay, oxirida keldim Lyubitskiyga." Sergelida oldin bo'lardi. Krossovkada o'ynayapman. O'sha o'yinda, короче, Doniga 2 golivoy berganman, Doni urgan. Menda video bor. Juda kulguli, qanaqadir Doni tam праздновать qilib, "Davay". Keyin уже boshqa ishga borib ishlaganman. O'sha paytda menda yaqin akam bor, Bevitga. O'sha telefon qilib aytgan, tipa, "Menda senga предложение bor, xohlasang, tipa, futzalga seni chaqiraman, yugurasan." Endi men o'sha paytdan to'g'risi ishdan charchadim, уже bilmay yurganman nima qilishi. Keyin aytgan, "Davay, tipa, davay, futzal попробуй. Agar senda o'xshasa, men xursand bo'laman. Chunki birga yuguramiz. Juda yaxshi inson. Men xo'p deganman, roziman. Borganman futzalga kelsam, endi katta futboldan futzalga kelsangiz boshqa narsa, divizioniya, hamma narsa boshqacha. Kelganman Sarkanoshkada. Keyin aytibdi, "Nima u Sarkanoshka, nima u? Polyami senga bu?" Aytibman, "Boshqa narsa, keladigan narsa yo'q." Zalga kelsam, qarayapman, bolalar cho'ta вообще kuchli, в порядке da o'ynayapti такой futzal. Endi birinchi trenirovka menga ko'p to'p beryapti. Men qanaqadir hammasini aldab gol urdim-da. Aytibdi, tipa, "Здесь так не работает, tipa, bu katta futbol emas." Aytmani, вот, работает. Такой urdim. Работает. Da, endi aytibdi, "Zal boshqacha, bu yerda ko'proq pas o'ynash kerak." Xo'p deganman. Уже mana shu sabab Bebitga bo'lgan. Tipa, mana shu odam meni futbolga qaytardi. Bundan keyin уже bo'ldi, sekin-sekin уже futbol yana ko'zimda yonib ketdi. Boshlaganman Lyubitskiyda o'ynab. Уже hozirga keladigan bo'lsa, Lyubitskiyda уже hamma bilyapti. Mana уже nechta turnir bo'ladigan bo'lsa, har doim chempionligiga, nechta kubok, misol uchun o'tgan yil bir 14-15 ta kubok oldim-da. Bu juda yaxshi rezultat, chunki hayotida bu narsa hech kim qila olmagan ekan. Endi bor stariklar, ular necha yildan beri o'ynayapti, 8-9 yil. Ular maksimal nima so'radim, bir 7 ta 8 ta yutgan ekanda.
Ama bu yerda bir по-моему 4-5 ta komandada o'ynaganman-da bitta sezonda. Har bittasiga borib formaga qaytganman. Oxirida men nima qilardim? O'ynayotgan paytimda o'zimni narezka qo'yardim Instagramga. Endi prosta yoqardi-da menga o'zi tipa qo'ysam, может, kimdir ko'radi, tam tipa og'aynilar, tam tudasda. Bir payt Doni chaqirdi. Aytdi, tipa shunaqa komanda bor. Endi bilmasdim qanaqa. Anvontdimi? Da, Anvont tipa bor. Men oldin uni ko'rardim. Islomni chiqib qolardi rekda har doim Instagram. Skip qolarding, tago chiqib qolsa yana shunday. Men ko'rardim, tipa, no прикольно-da, tam tipa. O'zi fintlarni qilardi, tam tomlardan остановка qilardi. Xo'p deganman, keyin Doni chaqirdi, aytdi, "Cho, brat, ты в форме?" Aytdim, "Ну, сейчас пока да, типа, уже нормальный, o'zimni sezyapman." Keyin trenirovkaga chaqirgan, mana shu trenirovkada o'zimni normalniy, ну, типа, наверное, ko'rsatib berdim, bilmayman. Ko'rsatib berdim. Keyin Doni aytdi, tipa, to'xtab tur, brat, tipa, hozir pauza. Bizda qanaqadir o'yin bor ekan. Men aytdim, bo'ldi, tipa, men xafa bo'lmayman, tipa, sani bu tipa, meni chaqirganing uchun rahmat. Agar tipa kerak bo'lib qolsam, telefon qilasan dedim. Keyin FK10 bilan Anvantda o'ynadi. O'sha o'yinga tushdim o'rtoq bilan. Chunki o'sha payt ну, TTZda yashardi. Уже Anvantga kelganda уже tipa bildim, Doni aytdi, o'yinga ket, uda-suda bilet berdi. Men keldim, o'yinni ko'rdim. Juda zo'r atmosfera, birinchidan, ikkinchidan muxlislar, tipa ko'p вообще, tipa, bile miyada bo'ldi, tipa o'shga kelmadigan odamlar bu yerga kelyapti-da. Keyin o'sha yerda yana bitta o'g'aynim bor. O'sha yerda, короче, Jahonni, tipa, u Jahon bilan bitta komanda JRda o'ynaganda. Menga aytgan, tipa, "Давай, tipa, challenge olamiz" deyapti. Jahonni kanaliga, tipa. Men aytganman, "Bo'ldi, tipa, nechta odam kerak? Men tipa, любой chaqirib bera olaman. Nima kerak bo'lsa, chaqirib bera olaman." Bir kun Xulyoga kelyapmiz. Men, Doni, o'g'aynim Doni. Bitta Daniel bor. U ham Sakdiyanada o'ynagan. Chista mahalladan bolalarni yig'ib keldim. Aytdim, "Davay o'ynayveramiz." Jahon kanalida bor. 3-3. Jahon kanalida chiqqanmisan? Bizga kelgan, men ko'raman. Bizga kelgan, anaqa. Da. Jahonnikida chiqqan. Da, Jahon, короче, aytdi, "Davay, tipa, challenge qilamiz." Yo'g'ri, "Davay, muammo yo'q." O'shanda tipa yoqib qoldi mana shu challengelar. O'zi oldindan men Tudroslarni ko'rardim yoshligida. Juda Tudros yoqardi. Qanaqa nima, endi men bilmasdim, to, что O'zbekistonda bizda shunaqa narsa bor. Tudrosda nima yoqardi? Atmosfera, birinchidan, ikkinchidan, misol uchun, oldin FIFA men ham o'ynardim, ular ham FIFA o'ynardi. Qiziq bo'lardi, qanaqa ular o'ynaydi, nima qiladi, challengelar ko'rardim-da, challengelarni. Qanaqa deyapti, men bo'lsam, bilmayman, 500 yevro olaman deb shunaqa miyada. Lekin bitta o'rtog'im bilan ko'ryotgandim. Yaqinda yozyotgandim, aytayotdi. Bilan Murad to'g'ri aytayotding, tipa, challenge, tipa, bemalol o'zingni ko'rsatib berding, misol uchun, Anvantda nechta video bo'ldi. Aytayotdi, "Ну, на челленджах ты, типа, вот как говорил, так и получилось, типа, челлендж bo'lsa, tipa, yorvorasan" deb. Shunaqa narsa bo'lgan. Hop, keyin chaqirdimi? Yana bir marta chaqirdi bu komandaga keyin. Da, уже Kim chaqirdi? Короче, Doni yozgan. O'zi Jahon o'zini komandaga olmoqchi edi уже. Mana shu challengedan keyin, tipa, Jahon olmoqchi edi. Endi men aytdim, "Farqi yo'q, xohlasang olaver, xohlasang olib ketaver." Da, endi baribir в основном mani qiluvdim. Keyin Doni yozib qoldi bir kun. Telefon qilib, nimadir, "Cho'dan brat, nima qilsan? Rasmingni tashlab yubor." Aytdim, "Zачем tipa rasmni?" Tipa, Anvantga olmoqchimiz, sani tudasida. Endi keyin o'sha o'rtog'imga yozganman, "Kama, tipa, brat, uzr, meni masjidga chaqirdi. Благодарю предложение. O'sha yerga boraman, chunki endi baribir уровеньlari bor." Da, o'shanga. Xab bo'lmagan? Yo'q, уже ketganman, Doniga tashlaganman, уже keyingi kun уже как официально bo'ldi, tipa, keldi komandaga. Keyin уже Instagramga odam kelishni boshladi, eski videolarga like bosib, tam isa подписка tashlagan, like bosgan, qanaqadir videoga, уже sekin-sekin Komandaga qo'shilib ketdi. Bu Jalolobodda o'yindan oldin shekilli, Jo'dan oldin qo'shiluvding. Da. Birinchi o'yin mana tushding. Против Jo.
Debut. Majdagi trener. Вот такой. Я majdagi trener desa. Shu qanaqa ощущениялар bo'lgan? Ну, Типа не волнение manda bo'lmagan. Типа, uchdim. И yana bitta anaqa sen esingdanmi? Правый нападающий tushgansan boshida. Да. Jahon sentralniyda. Да. Keyin aytganmiz, то что поменяйтесь deb. Да, shunaqa narsa Men bo'lgan. o'zing indamagansan. Endi qo'ygan pozitsiya o'ynayveraman-da. Хотя bundoq bitta tiqib qolib, jahon крайний, man sentralniy, не знаю. Endi типа komanda kelasan, hozir давай, tипа, o'ngga o'tib ol, men sentrda o'ynay deb. G'alati bo'lib ketadi. O'shaning uchun, ладно, tипа. Значит, bu yerda o'ynaganim yaxshiroq. Endi o'sha yerda O'sha ощущение qanaqa hayajon bo'lganmi? ne, brat, bo'lmagan. Tипа, волнение bo'lmagan menda. Tипа, voy. Болельщикlar birinchidan kam bo'ldi-da. Katta stadion mashhur волнение qanaqa turadi. O'shanga, самое главное yutdi o'shanda. Xush urgan 1-0. Juda ko'p moment urolmadik. Anaqachi katta sezondagi debyutdachi. Black Bullsga qarshi to'g'ri. birinchi o'yin. Mana o'sha Black Bulls bilan o'zi, Black To'la Bulls bilan stadion. aytdi. Основной tushding. 2-0 shtrafnoydan tiqib qo'ydim, chiroyli. Bo'ldi, ha. O'shanda. Ne, hayajon bo'lmagan. Типа, не было такого. Lekin tak совпало то, что mana endi biz undan oldin o'ynaydik-ku, biz ham maqtanib qo'ydik. Katta navbahorlarni ko'rib qo'yganmiz biz ham o'shanda. O'sha opit bor edi-da, вот. Lokoda 2-3 marta o'ynadik. O'shanda ham lekin Lokomotiv anaqa Black Bulls bilan o'yinda unchalik ko'p odam tushmadi. O'tgan o'yinlarga nisbatan 8 mingtami yig'ib qo'ydik. O'shanda ham mana Black Bullsdagi odam to'lmaganda boshqa o'yinlarga nisbatan. 8 mingtami yig'ib qo'ydik. Orqasiga bukanlar bitta anaqa sektor yog'lam etmagan xolos. Aytasan то, что fanatlar kamroq deb. Yo'q. Shuncha odam oltachi hayajon. Типа, hayajon bo'lmagan. Endi baribir chiqasan, ko'rasan maydonni, болельщикlarni, keyin уже o'yinga tushgandan keyin уже miyada bitta sel bo'ladi, tipo Polada xolos. Polada. Chiqqanda boshida bitta takoy murashki pakoja bitta urdi, adrenalin bo'ldi. И bo'ldi. Keyin уже o'yinda, tipo уже sezasan, tipo birinchi marta chiqyapsan bu, tipo stadionga. И o'shanga уже sekin-sekin borib уже opit ketdi tepaga. Men shuncha o'yin o'ynading. Napadeniyada momentlar bo'ldi, ura olmayapsan. Qachon gol urasan? Bilmayman, o'sha kimdir ko'z tashlab qo'ydimi yoki. Men anaqa bormi, Radik hozir mana давно в команде уже ko'p o'yin. Men Kingsliga uni ham отдельный tema, mayli unga shoshmay turaman. U yerda gol urding, забегая вперед aytaman. Вот. Lekin mana 11 ga 11 bo'ldi, to'g'rimi? Давление bormi? Har bir уже keyinchalik o'yinda казалось, mana hozir tushib urishim kerak. Hozir tushib urishim kerak. Bor lekin. Bormi? Tipo, tushasan poliga, и то mana shu eng zo'r o'yin Qirg'iziston desam bo'ladi finalda. Eng zo'r o'yin. U yoqda Bishkekda. Tipo, qolgan o'yinlar endi bilmayman-da. Nimagaligini ham bilaman, brat, o'shanda nima uni anaqa qilgansan. Nimaga? Biz bitta xonada yotganmiz Radik bilan. Men, Xush, Radik. Bitta xonadamiz. Lazzam bormi o'shanda? Lazzam bor edi. To'rtamiz bitta xonadamizda, polufinalda ana moment bo'ldi, to'g'rimi? Sen fol qilgan, itarib olgansan. Xullas, gaplashgansan. Sardor aka hozir emotsiyali chiqib ketadi. Zaminda qolganlar. Bukanlar qaytib 2 minut o'ynaydi. Esimni ol, hay. Zaminda oldi. Fanatlar eti desagan ekan. Qaysi ishlagansiz-da? Kaminga. Kamin şey sutra bo'lsa kerak-da. Yo'q, kamin emas, boshqacha edi, brat. Qaysida? Lekin eslasam tashlab yuboraman. Rusam aka qo'yib qo'yadi. Xullas, qaysidir taku grusdan shularga editda, voy, yotibman pastda, o'sha shularni qayta videoni ko'rib o'tiribdi. Mana shu zaminda bo'lganda taku siqilib, ha. Ana nima deydi, polufinalga to'ymaganligi uchun yo zaminni anaqa nima edi? Ertaga finalda tushaman, uni nastroy bor edi-da. Tushib turib, naturi zamindan tushgan yorib tashlagan. Chunki jajda mana bu gol bor edi-da. Shunaqa narsa bor. Endi ikkinchidan ko'proq endi игровое времени bersa, men o'ylayman, bo'ladi-da. Qanaqadir rezultat. Endi baribir. Ne u yoqda brat, mana hozir napadayishsan-ku. Hozir современный futbolda опять-таки от нападающий nimani qilishadi? Gol, to'g'rimi? Da, gol to'g'ri. Tan olish kerak, konkurent слишком kuchli-da. Xush yoqda tiqib yotibdi. Qanaqadir mana bundan konkurensiya bilan anaqa qilish ham qiyin. Da. И тем более Radik xarakterini ham bilaman. O'sha trenirovkalarda ham bilmaydiganlar uchun anaqada убийца emas-da, Radik ko'proq голевой-da. Naturi Karim Benzema-da. Shunday takoy, ha. Birga bir chiqdimi? Pasizlikda borib kutib turadi, kerak bo'lsa kimdir chiqqandan keyin pas beradi, udar. Yo'q, endi уже bu narsani endi trenirovkada zaldan o'rganib qoldim-da. Chunki zalda mana shu 2 ga 1 chiqsa, по-любому pas berish kerak. Pas bermasa, уже miyada, chunki biz men birinchi marta
birinchi marta emas, professionalniy komandaga keldim. Professionalniy trener bilan уже o'sha yerda misol uchun shunaqa pas bermasangiz sakraysiz. Уже miyada bu bo'ldi. Qaysi ma'noda sakraysan? Ну, типа, pas bermasang, отжимание qilasan. Naказaniyami? Да, наказание, типа. Agar pas bermasang, shunaqa narsa-da. И уже miyada anu bo'lib qoldi, типа. Заложено уже. Типа, hozir agar bermasam, nimadir bo'lib qoladi. Pas bermasang, naказание bizni yoshlikdagi futbolga o'xshar ekan-da. Ozgina ikkitasini avvodga qilib sal potensial ko'rsatsang bo'ldi, trenerdan so'kish eshitasan, pas bermading, zamin. Yoshligimda наоборот edi, boru. Hech kimga pas bermasdim, bor. Aldab urardim-da. O'sha plus tomon edi. Lekin hozir уже такой более futzalniy o'tib ketib, men ozgina o'zgartirib yubordi. Наверное, o'ynashni boshladim. То есть, типа, да, o'zim ursam bo'ladi, lekin bu variant lегчеroq, чем man bu. И уже shu narsa kallada qolib ketdi. Levchiroq qaysi? Ну, типа, Yo'q, допустим, где? Minkadami yoki katta? yo'q, уже как bo'lib qoldi-da. Minkada ham и на большом по-любому o'zgartirasiz. Lekin брат, понимаешь, kattada Да, по-любому, да. У наоборот, вот как раз таки вот san tepsang простительно, да, bu? Ну, нападающий, так и должно быть deydi-da. Hech kim ani urishmaydi. Biz tepsak o'rtadan uni лучше да, крайga bersam, да. Senga простительно. Bu yoshligidan o'zgarib qolganda, типа yoshligimda ko'p urardim, типа только голы хотел. А hozir kattaroq anunda, типа ko'proq pas bermoqchiman. И, по-моему, o'zgartirishing kerak shuni. Да, Просто sen futzal ham o'ynaysan, и bu yoqda Переключиться qilish qiyinmi? Futzaldan keyin bu? да, qiyin. Anuchi elementarno oyog'ing tegdi, обработка bo'ladimi? Даже вот это вот. Chunki вот после паузы, когда пришел футзал, man shochka bilan to'xtatdim-da. Shochka. И keyin уже как aytmoqman, men PSBga keldim. Подпадошо olmasam, yana отжимание, yana qilardim. Типа до такой степени o'rganib qoldim поддошеваga, то что уже shochkada mana hozir futzaldan kelyapman kattadan уже по-любому refleks bo'ladi подпадошева olish. И Sardor akadan gap eshitdim. И Sardor akadan eshityapman, типа nimaga shunaqa обработка qilyapsan? Endi уже как bu o'zgartirsa bo'ladi, lekin hozir yana прием qilaman, zalga boraman. Yana прием qilmayman. По-любому подпадошева olaman. И как ikkita narsa bo'tdi-da miyada. Men esnor Sardor aka mana shu savolni beruvdilar. Tipo kimni Rusiyaga ham aytuvdilar. То что nima? Mana zalga borasan, lekin meni переключиться qilish qiyin bo'lmaydimi? Mana oyog'im tegdi. No, desa Rusya такой нет. Endi Rusiya farqi yo'q, faqat подпадошева olib qiladi. Rusiya boshqacha-da, baribir. Вот из-за этого hozirda вот men даже aytdim Sardor aka, давайте pozitsiya almashtirib olaylik, там, bilmayman, chap yoki o'ng polzashida qo'yaylik, ko'raylik, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa. Kraymi? Da. Endi o'xshasa deyapman-da. O'xshamasa, может, sentrdami, qanaqadir pas berib, tam. Endi baribir menda misol uchun faqat pas emas, отбор ham bor. Chunki в основном zalda перемещение bo'ladi, отбор. O'zi futzalda последний защитник bo'lib o'ynayman. Napadeniyadan emas, защитник bo'lib. Полностью контроль, подсказка, страховка, hamma narsa уже, centrda примерно shunaqa, zalga o'xshagan chitach qiladigan odam kerak-da. И men o'ylayman, bu narsa menda bor. Pas ham bor, bera olaman. Atak brat, centrda konkurensiya kuchliroq. Yo'q, endi aytolmayman-da. Просто aytolman, попробовать qilish kerak. Agar kelsa, kelmasa. Komandaga qo'shilgandan keyin hayoting qanchalik o'zgardi? Ko'chada odamlar tanishi. Первый 2-3 oy, типа, hech narsa bo'lmadi. Типа, там, давай, там. Instagram sekin-sekin o'sish boshladi. Videolarni qo'yishni boshladim. Endi birinchi videolarni ko'rsam, hozirgi bilan, уже boshqa darajada, chunki har bitta video qo'yganingizdan keyin уже siz tushunasiz, nima qo'yyapsiz, qanaqa qo'yyapsiz. И o'sha любительскийda yuryapman. Anvantdan bor любительскийda ham o'ynayapman. Endi уже любительскийda ko'p o'zi tanigan odamlar bor, tanimagan odamlar уже bilyapti. Типа orqali, Instagram orqali и plus tomonlar juda ko'p. Anvantdan qo'shilganimga. Uydagilarning отношенияsi qanaqa? To'g'risi uydagilar bilmasdi. Tipo, qaysi komanda, nima bu, chunki tushunmaydi ular. Media nima bu. Endi o'zim yurardim o'rtoqlar, endi уже qo'shildim Anvantga, ular ham ko'rishni boshladi, nima u, qanaqa bu. И ko'p
odam уже ko'risha boshlandi albatta. Fanatlar stadion to'layotganlariga Да, u отношение. juda вообще приятный atmosfera, chunki bu как детский mечta-da, mana shu yoshligingizda qilolmagan ishingiz shu bu yerda bo'lyapti-da. Bu yerda misol uchun e'tibor bor, birinchidan, ikkinchidan muxlislar bor. Uchinchidan yaxshi komanda, kollektiv, hamma narsa bu yerda yaxshi demoqchiman-da. Kitobchi qayerdan chiqqan? Kitobchi, это вот, ну, o'zi mana shu hamma gap so'z o'zi mahalladan-da. Biza Kitob hammi? Kitob. Tipa Kitoblayman. oldin endi kompyuterxonada yashirdim desa ham bo'ladi. По-моему, endi kollej paytimda kollejdan chiqardim kompyuterxonaga. Kechgacha o'sha yerdaman, короче, yurardim-da shunaqa. O'sha yerdan ko'p so'zlar, tipa uzr, tam kitob yopildi. Ya'ni qanaqadir gaplar bor-da. Kontr o'ynayotgan paytimizda bittasi aytib qoldi, tipa men sani kitobingni yopardim, tipa. Блядь, miyaga bo'lib qoldi, tipa запомниться bo'ldi, tipa bu so'z tipa yaxshi deb. Keyin bitta challenge-da bu narsa aytdim, bo'ldi-da, tipa faqat bu tema bo'ldi. Поворотный момент bo'lib ketdi. Да, поворотный момент. Ну, иногда miyaga keladi-yu gaplar, tipa otasan strelять qiladi yoki qilmaydi. Bu strelять qildi. Мировой уровеньgacha. Boshida agar men kitobchi bo'lmaganda просто Radik deb qo'yardim orqaga. Ну, наверное, да, Radik просто. По-любому. Komandada nima kutyapsan o'zi? Дальнейшем o'zi qanaqa? Дальнейшем shu masshtabniy proyektlar bo'lsa kerak, o'ylayman, по-любому. Endi hozir pul bo'lmasam ham, endi ko'p, misol uchun og'aynilarim bor, so'raydi, "Что там, деньги есть, нету", deyapti. Ну, aytaman, "Yo'q" пока. Aytyapti, "А что, типа, pul bo'lmasa nima qilasan?" Aytaman, u bittada kelmaydi-yu, misol uchun agar misol uchun yaxshiroq variant menda bor-da, ular aytyapti, "Sen jinnisan", tipa. Sen tipa botda shunaqa variant turibdi, sen bormayapsan, botga kelyapsan. Endi aytaman, "Ну, это мой выбор", tipa. Verti protsess deb Да, qo'ysan. tipa, men o'sha narsa выбрать qildim, men o'sha narsani tipa boraman до конца. Lekin bir ikkita o'rtoqlarim bor, ular juda поддержка beradi-da, misol uchun ular tushunadi. Tipa, to, что men botga vaqt beryapman, qilyapman, ular bu narsani tushunyapti. Ну, tipa, pul tomonlama zo'r предложениялар bor-da, futbolni emas, просто. Futbol bor, mana futzal misol uchun. Senga shunaqa qilib beramiz, bo'ldi. U narsa hamma yoqda bor-da. Da, hamma narsa bor, misol uchun ish tiqilyotibdi-da, hozir borsam, tam $1,500, $2,000 ishim bor. Chunki уже har xil joyda ishlab, связlarni yig'dim и chaqiryapti. Даже за Европу bor-da. Takliflar. И просто men, отказывать qilyapman пока что. Yevropa deganingga, Kingsliga menimcha u men ko'rgan masshtabni masshtab, baribir eng anaqasi запоминающий, эмоциональный masshtabni mana shu bo'lsa kerak. Ligada по-любому. Turnirga yetishdi oldin. Вот прям с нуля, anaqa noldan boshlab turnirga yetishdi oldin. Yoning kelishyapti, deyishyapti, "Sen vratarsan" deyishyapti. O'zi buni narsa boshqacha edi-da. Mana Kazanga borib keldik biza. Как играющий, да. Как играющий вратарь. Menga bir kun isi telefon qildi, tipa, "Brat, hozir tipa sani как вратарь заявка qilamiz." Demadi-da, tipa как. Dedi desam deb o'ylamadim, такой demandor. Как типа играющий вратарь bo'lib tushundim-da men. Я сказал сразу типа aytdim, "Давай, типа, Yo, u без шансов." Isi senga как nima deydi? Turib bera olaysanmi dedim yoki borasan dedim mana shunda. Ну, типа, либо так, либо вообще никак. Не, это типа, вратарь типа, вратарьga tursang nima bo'ladi, типа, туда. Aytdim, "Давай, смело", типа, типа удивиться qildi, типа, "Rostdan sen aytyapsanmi?" Aytaman, "Да, конечно, что там?" Типа, игра ham o'ynab ham varatada, типа, Kazanda bo'ldi, xuddi shunaqa, типа, shunaqa deb. Hozir типа tushundim-da. Mani 7-7-midi? 7-7, типа, как нападающий boshlaysan, и в моменте мог на ворота, да, встать? Да, вот, типа, tushuntirib berdi-yu,
vaziyatlarni один на один Да, bo'ldi. да. Men o'ylardim 5 minut vardoda turaman, qolgan Keyin napadeniyaga chiqib keyin qorasan. napadeniyaga chiqaman. Sen bilmaysan, то, что полный вардиy Ha, shunaqa. O'sha yerga kelsa, hayronman, faqat boradi. Voy domla, nima qildim deb. Yo'q, o'zi men boshida Kingsliga ketamiz deb keldi Islom. Aytildi 13 ta odam bo'ladi deyildi. O'shanda bilib turdim, что sen ham ketasan u narsaga. Da, deb o'ylab Hali o'tirdim. spiska chiqishidan oldin. Yo'q, da, telefon qildi-yu, Yo'q, telefon Qilishdan ham oldin. Yo'q, qilishdan oldin, ну, tipo, okey, borsam bordim, bormasam, tipo, okey. И shunaqa narsa bo'lib qoldi. O'zi sekin-sekin tayyorgarlik qilyotgandim Italiyaga. Tipo, o'sha yerga borsa, уровень baribir boshqacha, dunyodagi уровень. Miraboy o'sha yerda o'zingizni ko'rsatib bersangiz, nechta odam ko'radi, nechta, misol uchun, chetdagi odam. Menga har doim qiziq bo'lardi. O'zimni уровень, qanaqaman уровеньdaman. Misol uchun chet elga Братанский навыкларni. yo'q, ну, игровой chet elga borsangiz, bizaniki, faqat bizanikida o'ynayverasiz, O'zbekiston tam tipo. Ну, bizada уровень bor, но не такой. Baribir har doim соперничество his qilasiz. Boshqa komanda kelsa, sborniy qanaqadir o'shalar bilan o'ynab, menda bo'lmaganda, praktika. Menda har doim qiziq bo'lgan. Qanaqa ular o'ynaydi, qanaqa ularda mышление boshqacha. И orzuyni ham bir amalga oshirsan. Da, sborniy uchun o'ynash. Da, sborniy uchun. И chempionat mira. Da, bu Vratari bo'lib. to'g'risi. Da, Kitobchi nomi bilan. bitta tak minus tomon bo'lardim, tipo, bilan o'ynasam yaxshiroq bo'lardi, fikr bo'lardim, chunki endi baribir bu formatda o'ynayman. 8 ga 8, 6 ga 6, 5 ga 5. Bu format как menga idealniy formatda menga, chunki men bu formatda o'zimni hamma narsa ko'rsatib bera olaman-da. Kichkina maydon, kamroq yugurish kerak. Bir payt как futzalniy narsa-da bu. И o'zingizni ko'rsatib bera olasiz bu formatda. И уже как o'sha yerga kelsa, vartarsan deb aytdi, уже miyada Ikkinchi marta sindim. Да, sindim. Ну, не sindim. Уже принял, да, tipo, ладно, окей, vartar bo'lsam, lekin nima bo'lsa ham yaxshi выступать qilish kerak. Lekin sen o'zingni o'ylaganingdan лучше-da получилось. Ну, undan ham yaxshiroq chiqdi, потому что momentda gaplashganimizda, ну, ладно, hali o'ynamasam, komanda yutsa mayli deb turdim, lekin bunda olib qarasa, ko'p o'ynading-da. Ko'p o'ynading. И Timani ham barmog'i ketganda ham yana tushurding. O'zi o'tga borganda ham dakansa o'ynayman deb o'ylayotdi-da. Birinchi senga kitobchi degan oq futbolkani berdi. Yo'q, men bor. o'yinchi. Har kuni Karenga aytardim, Karen, давай звони, tipo, so'ra, mumkin emas. Har doim aytardim, давай, Karen, tipo, спроси, какие варианты есть, можно или nельзя, tipo, mumkin emasmi? Shunaqa narsa so'radim, oxirida уже menejerlar bilan ko'rishdim. И уже aytdi то, что нет, agar shunaqa qiladigan bo'lsa, birinchi marta o'zi hayotida shunaqa narsa bo'ldi, tipo, menga ikkita futbolka qilib beradi, ham игровой, ham вратарский. Men qarovman, игровой qilib berdi. Voy, o'ylayapman, hozir o'ynayman такой. И mumkin emas, и уже как восприятие bo'ldi, то, что bo'ldi. Agar вратар bo'lsam, mana shu bir 5 minut mana shu hal qilsa, qolganini bolalar chiqib, o'zi просто o'ynab qanaqadir yutib qilsa bo'lardi-da. И o'sha narsa o'xshadi deb o'ylayman. Lekin ozgina agar более такой, agar o'zimning miyamda bor, agar более futzalniy odam bo'lganida, misol uchun ular futzal tushunganida, mana shu birinchi 5 minut ichida 5 ta gol urardi-da. Chunki endi baribir men tushunardim, ular katta futboldan, endi bitta o'zim zaldaman. Tushunaman mana shu navernim o'ynashni, misol uchun 3-2, 4-3, to'g'ri turib olish, endi baribir bu narsa o'rganasiz yilma-yil futzalda. И bu narsa bo'ldi. И уже sekin-sekin pravilalarni изучать qildim. И mana shu birinchi o'yinda Saudiya Arabiya bilan biz o'tkazdik. Bilardim 18-minut kubik tushardi. Aytardim, 1-1 bo'lsa men tushaman, 100%. Nima bo'lsa ham men tushaman, men aniq qilaman. И shunaqa narsa bo'ldi, то, что mana shu gol urdim, goldan keyin уже men 100% уверен edim, то, что hozir tushaman. Как minimum yoki bitta gol uraman, yoki ikkita gol urardim. Chunki o'zimga juda уверен edim. И насчет уверенности вам уже все менять desam. Да. Zamena emasmi? Желание shunaqa bor edi, u tipo ikkinchi gol urib, baribir. Endi birinchi gol urasiz, как Pochinni ochib beryapsiz. Сборныйнiki, тем более вратар uryapti. Man yana
bu как это невероятный narsa-da. O'zi Saudiya bilan o'ynaganimizda bizdan oldin Yaponiya o'ynayotdimi, Koreyami? Chiqarmadi-yu o'zi Shirmu. Просто o'yinga birinchi marta atmosferaga kirib kelib, bir narsalar bo'lyapmiz. Я думаю, если mana Peruga tayyorlandik-ku qanchalik. Peruga tayyor shunaqa hamma qonun qoidani bilib, tayyor bo'lib tushganimizda, men ham o'ylayman, to что Saudiyaga birinchi o'sha 5 talikgacha, 7 talikgacha 3 ta gol urardik menimcha. Как надо играть, мы уже Да, просто aytayman, mana shu agar futzalniroq odam bo'lsa, mana komandamizda kim futzal o'ynaydi? Ela, Rucha, ma и ну вот, в основном biz uchalamiz. Agar Rucha bilan Ela bo'lganida, Omonjonov. Da, bo'ldi. Birinchi 5 minut 5 ta gol. Chunki birga bir ko'p narsa hal qilasiz. Misol uchun birga bir urdingiz, ikkinchi tushyapti. 3-2 bo'lyapti. Ikkita sразу tushib, 3-2 bo'lyapti и уже bu yerda наверное o'ynash kerak. Lekin endi ko'p joylarda endi aytmayman Shahriy xato qildi deb. Просто uni fikrida katta futbolda. Da, katta futbol. Pas oldi, aldadi, tepdi, bo'ldi. Bu yerda sal hladnokровный bo'lish kerak-da. Shunaqa paslarni akkuratni berib, aylantirib bu ikkita odam charchaydi и уже urasdi. Peru bilan shunaqa edi. Как Peruda. Когда men urganimda o'shanda boshdan qilganimizda tuday pagatali o'yindan oldin ham mana shunaqa edi. Даже nima o'zi o'rtada men turishim kerak edi-yu. Da. И tak bunaqa bo'lib qoldi, to что o'rtada men turishim kerak edi, Radik chapda bo'lish kerak. Lekin ulgurmadi, Radik o'rtada bo'ldi. Men chapda bo'lib qoldim. O'yindan oldin Radik menga aytdi. Men krayda bo'laman. Sen menga pas bergin. Men tepgan joydan bor, Radik bo'lganda menga obratno qaytarardi. Вот endi men futbolni udarniy pozitsiyada tepdim, chunki miyada shu edi. Lekin o'sha payt keyin повторni ko'rdim, obrut qilgan paytim Radik yana so'rutdi. И esimga tushdi, to что Radik menga aytdi, agar nima deydi, men udarniy anaqa kelganda zamon qilib turib, senga o'rtaga yana qaytaraman debdi. Вот o'shani futbolni deb sразу esladim. Bu как narsa ko'p plus bo'ladi, chunki qolgan sbornilarda ko'ryapman. Bir xillar bilan gaplashyapman, aytayapti bizada ko'proq odam zalni endi zal bilan katta futbol solishtirsangiz, bu format ko'proq futzalni odamlarga to'g'ri keladi. Chunki движение mana pas berdingiz, oldiga yugurish kerak. Katta futbolda siz joyda turibsiz, faqat pas o'ynab bu bo'lmaydi-da. И gapir. Peru bilan o'yinda. O'sha mana absolyutно rost Peruga ham o'tdi-yu. Bilmadim, endi o'zimiz Merso'ga gaplashganmiz, lekin ko'p kishi biladimi, yo'qmi, uni anaqa bilmayman. Jaska bergan pasingda pasmidi, udarmidi? Yo'q, udar edi, brat. Udarmidi? Seriyozno. Sen pas deyordingmi bizga? Endi boshida mana aldaganmiding? O'shada men hamma bilan sporlashib yurdim. Ishon Islom bilan sporlashib yurdim. Yutqizdingizmi? Yo'q, bu pas edi. Aldavordim ular. Yo'q, ishon. Men esimda o'shda o'zida chiqdik, gaplashyapmiz. Radik, nima qilding? Pas berdingmi do'mi? Da pas berdim do'san. Da 100% pas berdim. Rostdan pas berdim, hozir просто aldavordim-da. Pas berdingmi udarmidi? Yo'q, pas berdim. Yo'q, sen uni sarkazm qilmoqchi eding, tak seriozno sarkazm qilgan. Yo'q, pas bergansan, to'g'rimi? Yo'q, o'zi agar tepgan bo'lganimda u boshqacha o'shardi-da. Специальный, endi bilmayman. Sen подъемda berding-da uni? Da, подъемda. Вот, как под эти. Lekin pasga o'xshamadi. Futzalni bor, pas. Boshida pasga o'xshamadi, lekin повторlarni qarasa rostdan bunaqa udar chiqmaydi-da. Да, chiqmaydi. Между игроков прям точки jasam ushavagani. Это в основном aytayman, ko'p zalga bog'liq. O'yin tugashiga 10 sekund qolyapti. Sen atvorotdan bemalol yugurib chiqasan-da. Yo'q, bunaqa paytida hladnokровный odam bo'lish kerak-da. Agar voy deb teforganimda varata urishaganida bo'ldi уже. Yutqizardi. O'lyapti-da, Radik deyapti-da, tako'm do'q chiqding, lazga berding, qaytarding. Tors. Yo'q, o'zi to'g'risi mana shu Kings Ligadan juda ko'p emotsiya oldik deb o'ylayman. Nechta, misol uchun, odamlar ko'rdi, ularni ham xursand qildik. Birinchidan men juda xursandman, to что biz o'sha yerga borib o'zimizni ko'rsatib berdik, to что O'zbekistonda shunaqa komanda bor, to что hammaga bo'y bera oladi. Agar misol uchun endi qolgan komandalar, mana shu Kolumbiya, Braziliya, ular necha yildan beri o'ynayapti bu sohada, misol uchun. 5-6 yil уже o'ynayapti. Bizga ham aytolman, agar biz shunaqa 5-6 yil o'ynasa bu chempionat biz bemalol yutamiz. Любой komandani. Yo'q, o'ylashim bo'yicha agar o'sha Omonjonov, Rusiyadan olganimizda shans bor edi menimcha, borib. Yo'q, bunaqa format o'ynaydigan bola kam edi. Men Sardor akaning xonasiga kirdim. to'rtta zayishni, ikkita napadayshani оборонаda-yu, xush bilan ham gaplashyapman Sardor aka bilan. Sardor aka, men
endi biz o'sha futzal emasu, katta futbol nima qilishni bilmayman nomanda. Qatga ochilik, nima qatga yugurik. U как будто men uchun anaqa решить qilib bo'lmaydigan головоломkaga o'xshatdi. Chunki bilmayman nima qilib. Olib turib pas, qanaqadir zona o'qib qolsa, может bo'ldi, atak bilmayman-da rostdan ham o'ynamaganmiz. Ну, har o'yindan keyin уже Sardor aka bilan gaplashuvdim. Xonaga kirib, qanaqa nima qilsa bo'ladi. Endi aytolman Sardor aka hozir bolalarga siz bizga tushuntirib bersa, taktikani men tushunaman, ular tushunmaydi. Qanaqa движение. Misol uchun, men bu ikkita o'yinchi har doim agar botga pas bo'ladigan bo'lsa, bu o'yinchi pasga tushish kerak. Shunaqa o'ynash kerak. Liniya pas yopish kerak. Qanaqa o'ynash kerak? Moda ko'p. Endi ko'p, futzalli narsa-da, baribir botda. Eng alam qiladigan narsa yana bitta narsa bo'lgan, to что Amerika bilan o'ynayapmiz. Easy ham emas, yutadigan komandamizda, yutadigan komandamizdan pravilani bilmasligimiz bizni yutqizishga olib keldi-da. Yutqizdi shunaqa. O'zimdan umuman tushunmading-a o'sha moment nima bo'lganini. O'sha moment tushunmay qoldim, nimaga sariq beryapti, nimaga meni chiqaryapti, ham meni olib tashlab, ham penalti qo'yapti, ham boshqa o'yinchi chiqa olmaydi. По-любому bu преимуществоdan uradi-da odamlar. Чересчур жесткий, shaharning bitta qolib ketdi. Вообще жесткий ekan u. Просто chiqqanga bu daraja жесткий bo'lishi kerak. Juda qiyin edi. Qancha bitta penga qo'yib bersa bo'ladi. Ну, США bilan как опыт bo'ldi, keyin уже SHdan keyin уже hammamiz bildik, то что shunaqa правила, уже hamma pravilani tushundik, и уже потом уже rezultat bo'ldi Peru bilan. Boy жизни bo'ldi Peru bilan. O'sha yaxshiligi bo'lganda, o'sha odamlar mana shu narsani ko'rmasdi. 3-0 dan keyin qancha 4 minut razницада 4-3 bo'lib ketdimi? 3 minut razницада это emotsionalni o'ldi. Shahriga o'sha payt aytib varota oldida turuvdi. Shahriga aytdim, hozir birinchi gol ursang, bo'ldi biz o'yinni yutamiz. Aytibdi, точнami? Aytolmadi, da точно. Birinchi uryapti, keyin mana shu 3-2 aylantiramiz, уже menga pas beryapti. Men ko'raman, то что o'yinchi kelyapti. Endi уже xato-da u. Menga kelishi, chunki bu yerda javob turibdi. Bitta под себя berdim, javob под подошву oldi, дальний. И уже bo'ldi. 2-0, 3-0. Endi уже переломный момент mana shu bo'lib qoldi. То что biz 3-0 yutamiz, bo'ldi. Endi bizda har doim shunaqa bo'ladi. Raslobuxa berdik. Ular u narsani sezdi. Urib tashladi. Yaxshi ham mana shu oxirida shunaqa gol bo'ldi. Jas olib chiqdi. O'sha moment kartalar ham zo'r tushdi-da, ularga 2x gol tushgan payti bizda bitta o'yinchini olib tashlash, главный звездасini olib tashlash, Alvaradoni. Я думаю, o'sha o'ylashim bo'yicha butun O'zbekiston shu o'yinni ko'rdi. Hamma emotsiyasi по-моему biznikidaqa bo'lgan o'sha. Endi bir ikkita odam aytadi menga, tipa agar o'ynaganingda tipa san tipa ko'proq qilarding, tipa на себя внимание привлекать qilarding, как misol uchun. Да, как Shahriy misol uchun aytibdi. И endi boshqalar aytibdi, tipa, но самое главное то, что ты выбрал, tipa, не себя, а команду, tipa. Shunaqa narsa dedi bittasi. Endi u odam уже ko'p futbolda и o'shani ko'rib aytdi, tipa. Birinchidan hayron bo'ldi, то что men вратарьman. Aytdi, tipa, ладно, sen вратарьsan, lekin sen baribir игрокsan birinchidan. Sen bir ikkita joydan olib chiqa olmaysan. Misol uchun udar kelsa, sen oyoqlardan, как misol uchun Kolumbiya bo'ldi, oyoq bilan qaytarmoqchiman. Bu seni pozitsiya emas, lekin sen o'shanga qaramasdan o'zingni maksimalniy varotada cho'tki tur berding, tipa komanda uchun, o'zingni uchun emas. И bu gaplar, tipa menga juda мотивирует, tipa то, что men самое главное komanda подводить qilmadim. O'zimni, o'ylashim bo'yicha zo'r ko'rsatib berdim, и komanda shunaqa rezultatga tipa erishdi. Endi bu yerda boshlar bilan qaytarib tashlashdi. Просто bu yerda yaqinda Karenni otasi bilan ko'rshdikda, aytibdi. "А почему тебя не зовут?" deyapti-da, tipa Shahrini chaqirgan Kingsliga. Aytdim, tipa varatarda turdim endi. Borarmiding chaqirsa? По-любому borardim. Yo'q, to'g'risini aytsam, Kingsliga bu как boshqa уровень-da. Bu как mana shu bizda любительский bor, 8 ga 8, 5 ga 5, bu как самый
Tepasi. Sok. 8 ga 8, 7 ga 7 dan otasida, to'g'rimi? Liga Shunaqa. chempioni. Futbol liga chempioni bo'lsa, И misol uchun agar Kings Liga chaqirganimda men, по-моему, borardim. Chunki bunaqa o'ynashni to'g'risi menga yoqadi. Shunaqa shou, tim bo'lib 1-1, 2-2. Astanada turnir. Bir oyda ikkita turnir bo'ldi, to'g'rimi? Astanaga bordik. Brat, men aytaman, SD bilan zo'r tushding. Amkal bilan zo'r o'ynading. И что-то дальше я nimadir не то пошло. Mana shu turnirda как будто urishing kerak edi, потому что SD bilan там просто вышел, внешнийlar bilan paslar beryapsan, chiqarib yotibsan, momentlar botdi. Amkal bilan ham chiqding. O'sha SD bilan o'sha faqat mana shu paslarni bo'ldi-da moment, lekin o'zimda bo'lmadi-da. Ne, Seriozniy moment. brat, bunisini o'zi ham bor. SD bilan chunki oson bo'lmadi-da o'yin. Nimaga oson bo'lmadi? Chunki Polya. poyezdkadan keyin polya ko'nikib olish, chunki искусственный anaqa edi, oyoqlar zabitida hammada. Razminka ham unaqa zo'r bo'lmadi. Amkal bilan уже более-менее o'rganib olgandan keyin chiqding, yaxshi o'ynading. Amkal bilan da juda zo'r o'ynadim. Men o'zing nima, brat? Ali, kulib qo'ydi, dabraga. Скромный. Da, скромный. Ikkita o'yin zo'r, qolgani не очень. И har doim shunaqada, Tavarkada ham ana Olimpika bolalarni o'ynaganimizda ham zo'r o'ynagansan, boshqalar не очень. Nimaga stabilность yetishmaydi? Как ты сам думаешь? Nima yetishmaydi mana stabilностьga? Профессионализм, брат. Bu juda ko'p narsa qiladi. Va допустим, чтобы быть в одной bitta formada bo'lish uchun har doim formada bo'lish kerak. Misol uchun, yashas o'zim mana boshladim zalga borishni. И вот допустим, bizada futzalda professionальный komanda bor. Men ko'raman to, что профессионализм birinchi o'rinda. То, что если ты хочешь быть стабильным, sen har doim o'zingni to'g'ri tutish kerak. Nima ovqat yeysan, nima qilasan, o'sha narsa senda bo'lish kerak. И Qozog'istonda oladigan bo'lsa, endi baribir katta komandani eshitsang, nastroy boshqacha qilasan. SD Family, Amkal, Amkalga juda нереальный o'zimga nastroy berdim, tipo, давай, bugun yutish kerak, bugun tipo chiroyli o'yin ko'rsatish kerak. Да. И когда такой синдикат, информ, eshitasan, типа, ko'rasan, вот ты их видел, там. Ну, вот это вот тоже непрофессионально. Да. Bu ham noto'g'ri. Men наоборот, radiktonda narsa yo'q deb o'yladim-da, и сразу bitta moment esimga tushyapti. Senga pas bergan, shochkani qo'yding, udar nariyoqqa ketdi-yu. Мне кажется, из-за вот этой mana расслабленный bo'lgan. Да, иногда вот menda shunaqa narsa bo'ladi, endi тренировкаларда там такой серьезный момент, так, давайте, kulguli там shunaqa narsa bo'ladi. Bu katta minus, chunki har doim konsentratsiya bo'lish kerak, как говорил trener, bu trenirovka bo'lgan narsa o'yinga o'tadi. Bu narsa уже sezish boshladim, endi как бы harakatidaman, tipo o'zgartirish, har doim konsentratsiyada bo'lish и o'ylama yaxshi bo'ladi. Borishdan oldin esimda bizda razvedkada suhbat gaplashganimizda Islom yana bir ikkita bolalar aytgan, Shahriy bilan sportlashgan, Amkal уровень haqida, Amkal Tudorots, Brock Boys boshqalarning уровень haqida. То, что ularda чересчур kuchli уровень, и то, что biz почти как bizda Superligadada. Bording, qanaqa ощущение u komandalarda? Чисто профессионализм bor bo'ldi. Такой kuchli o'yinchilar men ko'rmadim desam bo'ladi. Po futbolnimi biz? Po futbolni omad kelmadi, переехать qildik. Da. Agar momentlarni o'rganimizda, ular men o'ylayman, ular birinchidan недооценка qildi, tipo, что там ular SDga yutqizdi deb. Ikkinchidan ular ожидать qilmadi, to, что biz pressingga boramiz. O'sha narsa ko'p сказываться bo'ldi, chunki mana защитниклар ham hayron bo'ldi, tipo, давайте подержим этот мяч, там ular teforvatda, chunki ожидать qilmadi. Koptosiz o'ynashdi. Да. И o'yinda bu когда без настройчasi juda qiyin мнениeni o'zgartirishga o'yinga. Juda ko'p vaqt ketadi. И men o'ylayman, agar bizda ham shunaqa sharoit, hamma narsa bo'lganda, хотя бы глубина состава, да, zaminasiz o'ynadik. Ikkinchi taym прям charchoqni qildi. И individualni bilmadim, lekin bizdan qaysi komanda kuchli edi? Po futbol ko'rsatish bo'yicha hamma maza qildi-yu, Rossiyada ham stolda polniy shuni обсуждать qilishdi. Да, конечно. Endi fizikani tortib, zaminani polga glubokий qilsak, menimcha bolalarga aytib o'tdim o'zi, mana shu yutqizganimizdan keyin, tipo,
sizlar solishtirmanglar ular bilan bizani, chunki ularda misol uchun hamma narsa bor. Vodonos, tam 15 ta trener, tam hamma narsa bor, vitaminizatsiya, tam допустим, oliy, misol uchun ularda fokus faqat futbolda. Bizada boshqacha, bizada kimdir ishlaydi, kimdir o'zina problema bor, kimdir o'ylaydi faqat pulni topishi. Ularda fokus rasfokus bo'ladida. Bu yerda bitta fokus, tipa bitta cel. Men trenirovka qilaman, men yutaman, o'yinga chiqaman, bo'ldi. Ular как professional. Bizada как havaskor-da, desam bo'ladi. Agar bilmayman, bunaqa narsaga biz ham boramiz, xudo xolasi kelganda strashniy narsa. Strashniy bo'ladi. O'shaning uchun aytyapman, не сравнивайте, sizlar solishtirmanglar ular bilan bizani. Chunki ular necha yildan beri, bizdan necha yildan beri misol uchun-da. Ezdiga yutqizdi. O'yin ham menimcha unaqa bo'lmagan. Ezdi boshida bosdi, то что polyaga prioritetadi. Sudya yasab berdi. Biz ham bunaqamizda, komandada hamma победитель yig'ilganda u narsaga qarab o'tirmaydi. Esdan chiqib ketadi. Yutqizdimi, уже не важно, biz ishlaymizmi, ishlamaymiz, proigрали, ko'tara olmaydi odam buni. Ularda bundan sharoit zo'ru deb qo'yamiz, lekin baribir yutsa bo'lardi, yutishimiz ham kerak deymizda. Bizning komandada mana oylik olsam, boshqa deysan, ularda zayin bilaymi deydi-yu. Bu media futbolda, по-моему, zayin bilaymi faqat bizning bolalar o'ynaydi-da. Shuncha 2 yil bo'lyapti, zayin bilaymi o'ynaydi, rostdan ham. Jonini berib qanaqa u. Chunki, misol uchun boshqa komandalarni olsa, endi ular shunaqa deydi, mana tudrotlarni ko'ryapmiz, baribir boshqa joylarga o'tib ketyapti, tipa zayin bilaymi degan narsa yo'q. Men o'ylayman, hamma bu yerda yig'ilgan bolalar verit qiladi bu proyektga. Agar verit bo'lmaganda уже misol uchun давно ketardi. По-любому agar professionalizmga по-любому biz kelamiz, уже u boshqa уровень, boshqa daraja bo'ladi-da, chunki biz agar bunga kelsak, уже masshtabniyroq o'yinimiz bo'ladi, masshtabniyroq trenirovkalar bo'ladi, masshtabniyroq har xil narsa bo'ladi-da bizda. Shu sharoit bilan NFLni rossiyskiyni eng grantlarimni почти bir xil o'ynayapmiz-da. Ozgina yetmayotgandi. Payiga oxirgi o'yinda ham biroq bo'lsa, по идее 2-2 tugash kerak edi. Bunday qarab qo'yapman. O NFL deganga mana Rossiya. Avgustda, xudo xolasa oxirida borish kerak. Kubokka tayyorlanib. Zo'r. Men уже tayyorman. Zo'r, yaxshi borib kelinglar. Men уже tayyorlanman-da shunga. Chunki mana o'zimga qaror qildim, zalga chiqdim. Men уже zal menga foyda beryapti. Hozir chunki zalga boraman, futzalda juda qattiq fizika olyapman и bu narsani уже sezyapman. Polyaga men misol uchun kecha trenirovkaga tushdim, sezyapman. То что уже yaxshi formaga tushyapman. И hozir yana sekin-sekin men bu futzal menda уже kubok tugaydi, hozir kubok bo'lyapti, o'shanga tayyorgarlik bo'lyapti. Уже futzaldan keyin pauza bo'ladi, и men уже katta maydonga chiqib уже o'sha полное vнимание. Chunki men o'zi qanaqa qilmoqchiman, polniy narsa yo'qotib katta polyaga o'tmoqchiman. Endi bu narsa juda qiyin hozirgi paytim, chunki endi baribir pulim topish kerak, по-любому. Agar pulim topmasam, endi hozir menda hayotimda qiyinchilik bo'lyapti. Hozir pul topmasam, endi hozir bitta o'zim uyda yashayapman-da. Hozir sestronka bilan yashab, polniy sestronkaga qilib beryapman, sharoit qilib beryapman. O'shanga agar bu yerdan ketsam, уже bo'ladi-da, menda miyada bo'ladi. Nima qatdan pul olish shu narsa disfokus bo'ladi. O'shaning uchun men hozir bu yerdan ketishim juda qiyin-da. Agar qanaqadir variant bo'lib qolsa, men уже hamma narsa tashlab, misol uchun hamma любительский, hamma mana shu o'ynayotgan o'yinimni yig'ishtirib, faqat bu yerda 100% fokus beraman. Shunga kelamiz, xudo xolasa, ozgina qoldi. Kelsa, уже bo'ldi, совсем boshqa odam, совсем boshqa bo'ladi-da, игрок. Chunki endi baribir men как professional sifatida qilmoqchiman. Bu yerda просто nima minus, bu yerda misol uchun bitta, ikkita, uchta o'yin, bu yerda bor o'yin. Ikkita o'yin o'ynab, bu yerga kelib, siz o'zingiz
ko'rsatib bera olmaysizda 100% ga. Misol uchun yugurmasam уже anu bo'ladi, tipo, что там устал, tipo, ну, gap so'z bo'lib ketadi. O'shaning uchun menga ham bir xil payt yoqmay qoladi. Misol uchun ishlasam bo'ladi, просто ish bo'ladigan bo'lsa, men formani yo'qotaman. Birinchidan, главный narsa и уже bo'tga ham ulgurishi ozgina muammo bo'ladi agar pulga keladigan bo'lsa. Xullas, kubikligiga прям заряженный. Да, заряженный на, ну, Shansimiz qanaqada bo'ladi? 100%. Yutishga. Men o'ylayman bemalol o'ynay olamiz. Grand komandalar bor, mana FK10, Amkal, Tudrots, Lead, Titan, kim yana bor? Brok bo'lsa, mana shu qolgan komanda tam beshansovka. Agar biz to'g'ri podgotovka qilsak, to'g'ri o'zimizni sostavni yig'ib olsak, Усилениyaga nima kerak bizga? Усиление, ну, qaysi pozitsiyalar aytsak bo'ladi? Защитный, misol uchun. Hozir Las tortmayapti уже. Yo'q, Las professoru endi Las beshottalar просто. Jas misol uchun travma olib qoldi, hozir elib pastga tushyapti. Endi shunaqa rotatsiya bo'lyapti. Endi baribir Elani pozitsiya sentrda, chunki Elani bilaman, qanaqa o'ynaydi, qanaqa unda yaxshi kачество bor. Endi baribir u tepora o'ynasa, ko'proq foyda olib kela oladi. Xuddi shu ish Lazizda hamda. Da, shunaqa narsa bor. И men o'ylayman, shu оборонаdan boshlab, оборонаga где-то yana bitta odam qo'yish kerak. И так, u sentrda hozir пока muammo yo'q. Hozir ham Rusiya восстановиться qildi. Travmadan keyin Java bor, kim yana bor? Ali ham hozir formada tushdi. Endi, по-моему, hozir уже napadaющий kerak. Да, нападающий kerak deb o'ylayman. Yana kerak, по-моему. Yoki chapga yoki o'ngga odamlar bor, misol uchun. Napadaющий yana kerak. Bo'y uzun kerak. Bizga основной minus bo'y. Bo'y uzun, защитник, bo'y uzun napadaющий, чтоб standartda ham kuchli bo'ldik, и оборонада ham standartda kuchli. Juda ko'p, misol uchun golni Qozog'istonda mana shu standartda o'tkazib oldik. Чисто из-за того, что рост низкий, а ularda 1,5 metrli, 3 metrli. Adak buni Radik прыжок 5 lekin Radikda igri anaqa yo'qda, navik yo'qda. Kallada o'ynaydi. Chunki Cheresia nimadir bor, chunki Black Bulls bilan o'yinda shtrafdan ko'taruvdim-ku, kalla qo'yding-ku. Повторda qarasam, u защитникni ancha baland sakrab qo'yganda, просто navik yo'qda. Dальныйga. Uni ham prokachat sportsa kallada trenirovka qilsam, bu yerda fokus bersam, monster yasasa bo'ladi. Так, чисто слевит. Yo'q, rostdan-da, misol uchun ko'p aytadi, dеревянный sanda, lekin akrobatika bor-da, qaychi tam bemalol tep olayman. Tam. В основном hamma narsa bor-da, просто Qirg'izda ham kirish ishlash kerak edi. kerak, doma. Qirg'izda ham kirish kerak edi 9 ga. Voy, Qirg'izdan agar berganimda tepuvdim-u. O'sha yerda hamma hayron edi, agar urganimda tugatib yuborardim, по-моему. Bo'ldi, shu bilan. Svet o'chirib, sizlarga kubok, biz ketdik. Shunaqa. Komanda sandan основной eng maksimum nima kutish kerak? Shu chiroyli o'yin, gollar birinchidan, ikkinchidan media taraflama, chunki endi ko'pchilik уже biladi, как media status bor, ko'proq kontent, Gol yetishmayapti hozir. Ana shu bitta gol bo'lsa larcha problem. Bitta golda qaqani Kings Ligada, Saudiyada ochib berish kerak-da Pochinni. Pochinni ochib bersam уже bo'ldi, keyin boshlanadi. Kubokda ochib bersam. Amkal, Tudros telefon qilib, olinglar napadashi kerak emasdi. Shuning uchun men o'ylayman, bu narsaga по-любому kelamiz, chunki endi bu prime восстановить qilamiz, vaqtinchalik bu. Bu ham narsa vaqtinchalik, bu narsa o'xshasa, bu narsa уже yopilib ketadi. Radik tezroq Prime'ga qaytish uchun kommentariyaga kirib, tagu padashga qo'yinglar. Radik Prime. Tagu hashtag. Всё, rahmat senga Radik. Mazax gaplashding, menimcha. Dushavniy bo'ladi Radik. Rahmat. Bolalar, har doimgidek konkurs. Hozir Radik sizlarga nima rozыгрыш qilishini aytadi. Bolalar, menda bitta futbolka bor. Red Bullda yutganman, shu manishka. Sizlarga berib yuboraman. Podpis qo'yib, sizlarga sovg'a. Nima qilish kerak, Rustam aka? Описаниеda Telegram kanalimning silkasi bo'ladi. Обязательно o'tib podpiska tashab qo'yinglar. Shu video chiqqandan keyin 10 kun o'tib rozыгрыш qilamiz. Agar sizlarga bu podkast yoqqan bo'lsa, давайте 3000 ta like yig'aylik. Keyingi mehmonimiz Sardor aka bo'ladi, trenerimiz. Men o'ylashim bo'yicha Sardor akada ham juda ko'p
qiziqarli voqealari bor, gaplari bor. Bu podkast haqida ham fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.